O'zbek adabiyotiga qiziqqanligim bois, o'zim she'riyatga oshno qalblardan biriman. She'r yozaman. Bu yo'lda ustozlarim menga katta yordam berishadi. Bundan tashqari kutubxonamiz bilan hamisha bog'liqmiz. Kutubxonada har haftada 2 ta kitob o'qimasam tinch turolmayman. She'riyatga juda ham qiziqaman. Birinchi kitobim Binafsha ham mualliflikda o'rtoqlarim bilan chop etilgan. Ikkinchisi Yog'du deb nomlandi. Yaqinda 2025-yilda nashr etildi. Agar ruxsat bersanglar, o'zim she'rimni o'qib beraman. So'ngsiz yo'l. Yana tanish ovozlar, tanish chehralar. Xayolim eltadi jarliklar sari. Atrofni kezadi salqin shabboda, faqat bir kuy ketmas xayoldan nari. Daraxt yaproqlarin shamol tinmasdan, olqishlab turishga chorlaydi mudom. Maysalar raqsga tushar bemalol, yuragim jarlikka qilayotgan dam. Zulmat qoplay boshlar har ikki ko'zim, qarog'imga bosh qo'yar kiprigim sekin. Tunning og'ushida uyquga ketar, endi xayollarim qushlardek erkin. Yana tanish manzara qarshimda turar, yurakni bir xillik ezdi naqadar. O'z domiga tortar beg'am ko'ngilni, qalblarga yo'l topib borgunga qadar. Saraton mahali bo'lgan soyabon, ko'tara olmay qolgan mevasin daraxt. Hatto tuyg'ularim og'irlik qilar, yaproqlarni oralab ko'ringanda baxt. Jarlikka qolaydi tosh misol ko'nglim, shirin tushlarimni buzdilar keyin. Osmonga tikilgan bemajol beso'z, so'ngsiz yo'l tanlash bunchalar qiyin.